Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 2026-yil 3-iyul kuni, juma kuni mana 1 tonna biyago'miz sotdik. Oliy navlik, har bitta qop 30 kilodan haltalangan. Denov tumaniga. Xudo xolasa mana hozir buni mashinaga yuklab olib borib beramiz. Mana shu biyago'mizdan oliy navlik biyago'miz. Sifati a'lo darajada, namligi past holatda. Yetkazib berish 2000 so'm. O'zimiz haltalab, o'zimiz mashina bilan yetkazib beramiz. Uydan olib ketish bo'lsa 1800 so'm qilib beramiz. Xudo xolasa yuklayotgan jarayonlarini ham bitta video obzor qilamiz. Mana yuklash jarayonlari yuklab bo'ldik. 1 tonna biyago'mizni Xudo xolasa Denovga olib ketamiz. Manzilimiz Uzun tumani, Yangi Ro'zg'or mahallasi, nomerlar 97 244 44 06. Murojaat qilaverasizlar kimga biyago'miz kerak bo'lsa. Mana hozir har doim klientimiz Denovda Karim bobo, Dehqon bobo shu odamning uyiga biyago'mizlarimizni olib kelib tushirdik-ku. Yana bitta e'lon, shu videoni joylab olamiz. Mana bu kaseta, buni dehqonlar tushunadi, urug' ekadi. Buni ichiga urug' ekadi, ko'chat unib chiqqandan keyin ko'chatni keyin yerga ekib yuboradi. Bu kaseta ikki xil bo'lar ekan. Rezinli bo'lar ekan, keyin plastmasli bo'lar ekan. Plastmas u одноразовый hisoblanar ekan. Bir ekdingizmi shu bilan sinib ketar ekan, titirib ketadi. Mana bu rezin 10 yil, 15 yil bemalol ekaverar ekan. Bu sinmas ekan, mana tortib tashlasan sinmas ekan. Mana. Shunday holatda bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa mana 2000 dona kaseta bor, sotiladi. Murojaat qilaverasizlar. Aloqaga chiqasizlar. Kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Bobo, narxini ayting. Ha? 4000. Donasi, ha? Donasi 4000 so'mdan ekan. 104 talik ekan. Bitta kaseta 104 talik. Donasi 4000 so'mdan. Kelishtiradigan joyi bormi? Kelishsa, bo'lari shu. Bo'lari shu. Manzil do'konlarda 7000 so'm sotilyapti ekan. Plastmas. Bu teng bo'ldi, rezin bo'lgandan keyin ish beradigan-da bancha-muncha. Manzil Denov tumani, Moskva kolxoziga kelaverasizlar. Boboning raqamini ham pastga joylashtiramiz. Yo, bizga chiqsalar ekan bular aloqaga, boboga chiqsalar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, kunlaring xayrli va barakatli o'tsin.